Do'stlar, assalomu alaykum. Uydan chiqib kelayotganda aytdim-ku, vodiydagi dam oladigan joylarni ko'rsatib o'taman deb. Hozir bittasiga keldik. Sal oldiroq Namanganga boruvdik. Bugun Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Imomota turizm qishlog'iga kelganmiz. Mana shu tog' bag'rida joylashgan. Tog' o'rtasida joylashgan. Attraksionlar juda ham ko'p. Osma ko'priklari va pastda dam oladigan istirohat joylari bor va Bunisimi? kanatkalari bor. Uchadigan kanatkalar. Kelsa bo'ladigan joy, faqat ko'proq yosh oilalarga tavsiya qilsa bo'ladigan joy ekan. Yosh kattalar juda ham kamchilik.